Assalomu alaykum azizlarim. Chicagodan hammaga salom. Bugungi videomiz yangi yilga taalluqli. Yangi yilga nimalar olganim sizlarga ko'rsataman. Ya'ni podarkalar olganman. Yaxshimi, yomonmi, pensioner odam podarkasi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana tarelkalarni nima juda chiroyli bo'lgani uchun oldik. Endi stolga qo'yamiz yangi yilga. Bu Angliyada qilingan ekan. 95-yildagi vintajni. Sal kamroq bo'lgani uchun yoniga yana oldik. Bu уже ozgina boshqa tema, vishnyovый tema, a bu gullar temasi. Bu Amerikada qilingan ekan. Bular совмещать qilib stolga nakривать qilamiz. Mana ko'p tarelkalari, bunaqa tarelkalari ham bor. Mana bunaqa onlari ham bor. Juda chiroyli, balkim videoda uncha yaxshi ko'rinmas, lekin o'zi juda ham chiroyli ko'rinadi. Mana bu yerda kichkina salatnitsalari ham bor mana. Tak, to'rtta ekan. Mana juda chiroyli. Bizga juda ham yoqqani uchun sizlarga ham bir ko'rsatmoqchi bo'ldim. Endi bu yangi yil tema, bu stullarga qo'yadigan, ataylab o'sha kuni qo'yiladigan kovriklar, stullarga qo'yamiz. Endi mana yangi yilga buni hozir sizlarga ko'rsataman. Yangi yil temasiga mana o'qiganman, ataylab qo'yganman. Mana bu qarang. Qorbobocha, mana sirg'acha, mana bu archa sirg'achalar, bular ham archa. Mana kolonchik bilan mana bu ham sirg'a. Bular ham sirg'a. Tak. Mana bu kolokolchik. Bu ham sirg'a. Mana bu varishka qilingan sirg'alar. Mana qorbob. A bu snijinka mana. Mana. Bularni ham sovg'aga berib yuboramiz. Taqqis kelganlar o'sha kuni taqadi. Mana shunaqa ободочек новогодний mana. Mana. Mana shu. Yangi yilga moslab olgan narsalarim. Endi hali bilmayman kimga qanaqa nima, no mana bunday shapочка oldim, скорее всего, камелочкаga. Mana bruk, bunaqa narsalar oldim. Buni ichida kichkina narsalar bu ham. Tak, buni ichiga podarkani solib beraman. Tak, bu bir jiyanim kelgan Toshkentdan. Akamda nevarasi bu yerga operatsiyaga kelgan. Unda skoliozi bor edi, spina bifidasi bor edi. Xudoga shukr, hozir operatsiyalardan o'tkazdi, assotsiatsiya qildi buni. Tekinga shu keladi, u ham o'sha yangi yil kuni unga berishim kerak. Tak, bular endi mayda-chuydalar, mana nosочек bor. Bular ham праздничный bo'lgani uchun yangi yilga shunaqa narsalarni oldim, varishka oldim. Bu ham mana nevaramga pul yig'ishni yaxshi ko'radi, shunga oldim. Bu ham bittasiga beraman, bu ham tapochkani oldim. Endi bu kimga to'g'ri, kimga anov bo'lsa, mana sumочкani bu ham. Buni ham beraman. Tak, shapочкani ham. Tak, endi mana yangi yil temasiga bunaqa anovlar ham oldim. Bu yil yashil kiyish juda yaxshi ekan. Ot yilida mana yangi yil temasiga futbolchkalar oldim. Mana bu ham. Mana. Bilmadim qanday ko'rinadi videoda, lekin hayotda juda bir qiziq, интересно, chiroyli narsalar. Bu tema, bular yangi yil temasiga, bular ham sovg'alar mana bunaqa. Salfetочка, sochiqlar oldim. Keyin yana bitta shapочка birontasiga. Mana uni o'sha jiyanimga oldim. Bu bunaqa. Qo'yib qo'yay, keyin ko'rsataman. Oldidan ko'rsataman. Buni kelinim bilan o'g'lim
Italiyaga borganda olib keluvdi. Buni ham o'sha jiyanimni onasiga, то есть akamni qiziga yangi yilga beraman. Bular bunaqangi oddiy narsalar. Endi pensioner odamning narsasida. Mana bu salfetочкалар oldim, jirjalkalar oldim. Mana yangi yil temasiga. Bunaqa salfetочкалар. Hatto juda katta podarka bo'lmasa ham, salgina e'tibor deb. Так, bu перчаточка. Bu ham juda bir qiziq, chiroyli. Bular ham mana yangi yilga, hammasi yangi yil temasiga olingan narsalar. Bu nosochik, bunaqa. Bu ham bunaqa jirjalkalar. Bu kosmetichka birontasiga. Bu ham mana massaj qiladigan. Mana ham o'zimga yoqdi, mana Armani'ning kosmetichkasi ekan. Tak, yana mana ko'p shunaqa narsalar oldim. Ataylab ikkita uchtadan berib yuboraman hammasiga deb. Mana bu ham salfetka yangi yil temasida. Bu ham yangi yil temasida jirjalkalar. Tak, bular abadoklar. Mana bunaqa abadokchalar oldim. Keyin mana bu ham oshxonaga kerak. Mana ko'ylakchani oldim o'sha jiyanimga. Mana yaxshi, chiroyli ko'ylakcha lekin shu bugungi temamizga olgan narsalarimiz, yangi yilga olgan narsalarimiz shu. Hozir sizlarga shuni obzorni ham qo'yib qo'yaman. Sizlarga yoqdimi? Pensioner odamning olgan narsalari sizlarga qanday ma'qul bo'ldimi? Yoki kam narsa olibmanmi, ko'p narsa olibmanmi? Podpiska qilib, kommentariyaga yozib, like bosinglar, sizlarga qiyin emas. Men esa xursand bo'laman. Xo'p, xayr, yaxshi qolinglar.